men bezojitkilar olib ketaman dedimmi? Dedim. 35 olib chiqib ketdim, bo'ldi. Endi sizga kelaman. Tabriklaymiz! Молодец! Hurmatli do'stlar, tug'ilgan kunida pravali bo'libdi. Tabriklab qo'yamiz hammamiz. Kommentariyda yozib qoldiringlar. Sizni mashinangizni alqishlandi. Allah Teala o'zi ilmi robbosini berib hammamiz yo'llarimizni ko'chroq qilib qo'ysin. Allohu akbar, rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Hafs haydovchini o'quvchisiman. Bu yerda shunaqa ko'p odam kelgan, amaliga keldim. Birinchisiga metrda o'sib chiqdim. Bir hafta tayyorlandim, o'sha amaliga 139-o'chirtaki 55. 2 soatda chiqaman, yana qo'yaman. O'tdim dunyoda hozir ko'rasizlar. Hafs haydovchi avtomaktabidan o'quvchilarimizni atganmiz. Bomba natijalari kutib oling. İmtihonga kirib mo'ydim. Bitta degan ekan mana. Nechta mo'ydi? 18. 20tadan 18ta natijalar davom etmoqda. Qiyinchiliklar bo'lmadi. Savollar, bilgan savollar domlalar o'rgatgandi. Xas haydovchi zo'r. Tavsiya qilasizmi, kelib o'qisinmi? Yaxshi zo'r. Iloji boricha olishga harakat qilish kerak. Ha, mehnat harakat mana. Bitta hurmatli do'stlar, tabriklayman. Mo'yda yaxshi kunlaringizda amaliyotlarni ham o'tib oling. Zo'r. Yaxshi haydovchi zo'r. Tabriklaymiz. Navbatdagi natijalar Elmira. Bitta degan ekan, tabriklaymiz. 18tadan 18ta. Zo'r, hurmatli do'stlar. Kim mana shunaqa bitta natijalar kerak bo'lsa, xavf haydovchida kutib qolamiz. Bo'ldi, zo'r. O'tdingiz, tabriklaymiz. Yelami. Xursandchilik ko'z yoshlari, hurmatli do'stlar. Xursandchilik. Mohlar oyim 20tadan 20ta mohlar oyim. Qiyinchilik bo'lmadi. Tabriklaymiz. Oson. Bilganga oson, ha? Tavsiya qilasizmi, nima deysiz? Ha, tavsiya qilasiz. Eng zo'r. Tabriklaymiz. Gap yo'q. Молодец. Hurmatli do'stlar, mana imtihonga kirib xursandi. Nechta? 20tadan 20ta. Kim shunaqa natijalar kerak bo'lsa, xavf haydovchiga kutib qolamiz. Qiyinchilik bo'lmadimi? Bilganga olsin. Bilgan. Yo'q, aynan ishlagan savollar tushyapti, o'rgatilgan. Taniganlar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar, hurmatli do'stlar. Tabriklaymiz ukamizni. Epladingiz-a? Mallochik. Nechta? 19ta. 19ta. Zato natija degani mana. Ko'rib qolinglar. Qiyinchilik bo'lmadi? Yo'q. Tavsiya qilasizmi? Albatta. Xavf haydovchi Eng zo'ri. Tabriklaymiz. Yaxshi, hurmatli do'stlar, mana xavf haydovchi avtomaktabida o'qib, Mahdi 20tadan 20ta olib chiqibdi. Tabriklaymiz. Mahdi, tabriklayman. Aka, sizlarga katta rahmat. Bo'l, молодец. Amaliyotdan ham xudo xolasa adin qatlamni o'tib olasiz. Tabriklaymiz. Mahdi imtihondan o'tish uchun nima qilish kerak? Har kuni darsga kelish kerak, domlalardan savollari bor bo'lsa, tushunmayotgan domlalarga oldiga borib, savol berib, tushunib, harakat qilaverish kerak. O'rganish kerak, samый главный. Albatta. O'rgangan yutadi. Молодец. Tabriklaymiz. Xo'p. Tabriklaymiz. Hurmatli do'stlar, mana ko'rib olinglar. İmtihonga kirib Gulnoz opa 20tadan nechta topdingiz? 18ta. Bu ham natija degani qiyinchilik bo'lmadi. Tavsiya qilasizmi? Xavf haydovchi? O'rgangan xavf haydovchi. Eng zo'r, ha? Xo'p, bunaqa natijaga erish uchun nima qilish kerak ekan, opa? O'qish kerak, o'rganish kerak. Bilganga oson ekan. Tabriklaymiz, opa. Abdurazzoq kirib turib 20tadan nechta Abdurazzoq qiyinchilik bo'lmadi. Молодец. Tavsiya qilasizmi? O'qisa, o'rgansa bo'ladi. Yana xavf haydovchi Eng zo'ri. Hop. Bunaqa natijaga erish uchun nima qilish kerak uka? Yaxshilab o'qish kerak. Yaxshilab o'qish kerak. Mana eshitdinglar do'stlar. Yaxshilab o'qigan yutadi. Navbatdagi natijalar yana davom etmoqda. Abdurazzoq, молодец. Tabriklayman. Uka nechta siri bo'lmasa. 20ta bitta soling mashinga.
Молодец. Bo'lar ekan u. Mana hurmatli do'stlar, 14-iyul sanasi navbatdagi natijalar davom etmoqda. Qiyinchilik bo'lmadimi? Вообще oson savollar tushdi. Hali haydovchida o'qiganlar doim o'tadi. Молодец, Abdullah, tabriklaymiz. Bizni bolalarga. Bizni bolalarga omad tilab qolamiz. Hali haydovchi zo'r. Tabriklayman. Молодец. Abdullah zo'r. Ketib qolmanglar-a. Mana rahmatulloh imtihonga kirib turib, bitta amaliy hamda nazariy imtihonlar topshirib chiqibdi. Ko'k hammasi mana topshirildi. 14-iyul sanasi kimga kim shunaqa natijalar kerak bo'lsa, qaysi maktabga kelsin? Haydovchiga keldim. Haydovchi zo'r. tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman hammaga. Rahmat. Qiyinchilik bo'lmadimi? Domlalar o'rgatgandek hammasi. Молодец, oshna, tabriklayman. Rahmat, katta xudoga. Natijaga erishish uchun nima qilish kerak uka? O'qish kerak, o'rganish kerak, savollarga yaxshilab tayyorlanish kerak. Vajdiyani ko'proq qilish kerak amaliga. Hammaga xavf haydovchini tavsiya qilaman, xavf haydovchi zo'r. Молодец. Tabriklaymiz. Do'st, молодец. Epladingiz. Bittada bitta. Tap qolamiz. Hammasi bizniki. Mana. Andijon viloyati imtihon markazida xavf haydovchining natijalarini kutib olinglar. Mana biratuhamiz 20 tada 20 ta ekan. Xursandchilik bilan bo'lishamiz. Sen uchun. Ana. Xavf haydovchida natijalar tobora kuchaymoqda. Bittada bitta o'tish uchun aka nima qilish kerak ekan? Maslahat. O'qish kerak, faqat o'qish kerak. Tabriklaymiz aka. Tavsiya qilasizmi? Xavf haydovchi eng zo'r-a? Eng zo'r. Tabriklaymiz aka. Navbatdagi natijalar hurmatli do'stlar, mana kutib olinglar. Xavf haydovchi avtomaktabidan 20 tada 20 ta. Sizni tabriklayman. Qiyinchilik bo'lmadi? Yo'q. Hamma bilgan savollaringizni tavsiya qilasizmi? Nima deysiz? Xavf haydovchi zo'r. Xo'p, bunaqa 20 tada 20 ta natijaga erishish uchun nima qilish kerak ekan birinchi o'rinda? Tabriklayman, zo'r. Kimda kim shunaqa 20 tada 20 ta bittada ko'k natijalar kerak bo'lsa, xavf haydovchida kutib qolamiz. Natija indamay ketib qolyotgandigan do'st, tabriklayman. Bunaqa natijaga erishish oson bo'lmayapti, lekin xavf haydovchi bilan hamisha oson, ha? Navbatdagi natijalar hurmatli do'stlar, 14-iyul sanasi xavf haydovchi avtomaktabi o'quvchisi mana 20 tada 20 ta topshirish uchun nima qilish kerak ekan birinchi o'rinda? Xavf haydovchi. Молодец, tabriklayman. Navbatdagi natijalar do'stlar, mana kutib qoling. Tabriklaymiz. Voy! Do'st, молодец, молодец mana. 20 tada 20 ta mana. Xavf haydovchi mana. Do'st, mana bu siznikiga mana natijalar chiqayotganidan biz ulgurmay ham qolyapmiz. Imtihon kirib mana Bahodirjon 20 tada 20 ta topib chiqdi. Tabriklaymiz. Bahodirjon, qiyinchilik bo'lmadimi? Yo'q. Tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman. Katta rahmat sizlarga. Haydovchi zo'r. Tabriklaymiz. Молодец. Молодец. Navbatdagi natijalar mana opamiz 20 tada 20 ta. Tabriklaymiz. Natijalar kuchaymoqda. Farog'at opa imtihonga kiribdi. Qiyinchilik bo'lmadi? Yo'q, hamma bilgan savollarimiz uchun xavf haydovchi eng zo'ri tavsiya qilaman. Tabriklaymiz. Yaxshi, zo'r, bomba. Kayfiyatlaringlar hamisha shunaqa a'lo bo'lib, amaliydan ham e'zolomay o'tib olinglar. Navbatdagi natijalar hurmatli do'stlar, natija. Mana bu Diyorbek imtihon kirib 20 tada 20 ta topdi. Qiyinchilik bo'lmadimi? Bilgan savollar o'rgangan hammamiz. Tavsiya qilasizmi? Молодец. Natijalar bomba chiqayotganidan ulgurmay qolyapmiz. Hurmatli do'stlar, mana 14-iyul sanasi ta'sirini olishni bilmay qolyapmiz. Chang. Mana. Aka, tabriklayman. Zo'r degan. 20 tadan 20 ta. Yana bitta natija ekan mana. Qaranglar. 20 ta. Xavf haydovchi eng zo'ri mana. Topshirildi 14-iyul sanasi. Faqat natija topshirildi. Ko'rib boringlar. Uka, bitta mana o'zinglar ko'ryapsizlar. Men atiy qilmayapman. Mana 20 tada 20 ta. Kimga kim shunaqa natijalar kerak bo'lsa, o'rgatgandaymi? Молодец uka, молодец. Hazırlashmi? Rosta. Tabriklaymiz. Mana 20 ta ekan, mana. 20 tada 20 ta so'z isboti bilan 14-iyul sanasi xavf haydovchi avtomaktabi o'quvchimiz mana aka-obir bittada bitta topshirib chiqdi. Aka-obir tavsiya qilasizmi? Kelib o'qishlar tavsiya qilaman. Xavf haydovchi eng zo'ri. Молодец. Do'st, tabriklayman.
Hayajonlanish kerak emas ekan. Kerak emas. Oson savol. Bilganga olsin. Bilganga olsin. Jo'ra ketdik, rasmga tushamiz. Mana Hazırlashyapsiz. Doston. Doston. Vaa! Topshirildi. 14-iyul sanasini olishyaptiniz senga. Navbatdagi natijalar hurmatli do'stlar 14-iyul sanasi singlimiz ozgina diqqat olib qolibdi. O'tgani sababli mana hozir xursandchiligini men bilan bo'lisha olmayapti, lekin bo'lishga majbur. Chempionlar tanlovi o'tyapti. Qani. Xavfsiz haydovchi avtomaktabidan navbatdagi natijalar tugamayapti. 14-iyul sanasi imtihonga kelib bir urinishda Nilufarxon topshirib chiqibdi. Tabriklaymiz. Qiyinchilik bo'lmadimi? Tavsiya qilasiz. Hayajondan-a? Zo'r tabriklaymiz. Hayajon ko'z yoshlari degan ekan bu. Zo'r. Qiyinchilik bo'lmadimi? Kelib o'qishsin-a? Tabriklaymiz. Salomat bo'ling. Natija mana 14-iyul sanasi. Maftun opa imtihon kirib 20 tada nechta Maftun opa? 20 tadan 20 ta. Qiyinchilik bo'lmadimi? Nalades tabriklaymiz. Tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilaman hammaga xavfsiz haydovchida o'qishligini. Eng zo'ri. Tabriklaymiz. Rahmat sizlarga. Natija ichida natija ekan, mana orqasidan reski mana Madina opa chiqib turib 20 tadan 20 tani bizga ko'rsatyapti. Kimda kim shunaqa natijalar kerak bo'lsa, xavfsiz haydovchi avtomaktabida. Qiyinchilik bo'lmadimi? Bilgan savollaringizni domlalar o'rgatgandek. Nima deysiz? Tavsiya qilamiz. Kelib o'qishsin, qayerda? Xavfsiz haydovchida. Tabriklaymiz. Zo'r opa. Rahmat. Bilasizmi? Yaxshimi? Nima? Navbatdagi natijalar ekan, mana indamay chiqyapti. Chempionlar tanlovi Ozodbek nima ekan? Xavfsiz haydovchimi? Tavsiya qilasizmi? Qiyinchilik bo'lmadimi? Domlalar o'rgatgandek savollar. Vashcha chotki. 19 ta. Gap yo'q, malades. Nima deysiz? 19 ta topish uchun nima qilish kerak ekan Ozodbek? O'qish kerak, xavfsiz haydovchida o'qish kerak. Tabriklaymiz. Navbatdagi natijalar davom etmoqda. Hurmatli do'stlar, mana Xurshida Ma'lum imtihonga kelib turib 20 tadan nechta topdingiz? 18 ta degani ham natija. Kimda kim shunaqa natijalar kerak bo'lsa, Kesma opa. Xavfsiz haydovchi eng zo'r. Tavsiya qilasizmi? Kelib o'qisin, pravali bo'lsin-a. Kutib qolamiz. Navbatdagi natijalar. Bos bilan. Navbatdagi natijalar tabriklaymi? Tabriklaymiz hurmatli do'stlar. Bitta ko'rsatib qo'yishimiz bor-da. Malades aka. Bittada bitta o'zim qabul qiluvdim-a. O'tishlar qanaqa bo'lyapti deb savollar beruvdingiz. Yaxshimi aka, tavsiya qilasizmi? Qiyinchilik bo'lmadimi? Xavfsiz haydovchi eng zo'ri. Tabriklaymiz aka. Aksiyasi amaliyotdan ham bittada bitta o'tib oling, xudo xolasa. Savollar, bilgan savollar. Avtodrom birga birmi? Bir xilmi? Nima? Haydovchi eng zo'ri. Eng zo'ri. Kelib o'qishni tavsiya qilasizmi? Nima qilish kerak unaqa sertifikatni bittada olish uchun? Xavfsiz haydovchida o'qish kerak. Ha, malades. Tanlovda adashmaymiz-a. Rayona adinkatlami videoga olmay qo'yaversin dedi singlimiz, lekin biz bexitob beramiz baribir. 14-iyul sanasi xavfsiz haydovchi avtomaktab o'quvchisi bir urinishda amaliydi ham, hop, nazariydi ham bittada topshirgan. Ko'rib qo'yishinglar mumkin. 14-iyul sanasi. Tabriklaymiz. 14-iyul sanasi tug'ilgan kuniga tabrik. Sertifikat mana tug'ilgan kuniga prava podarka qildik mana singlimizga. Oyshaxon, qani sizga tabriklayman. O'zim tug'ilgan kunimga o'zim sovg'a qildim-ku. Hurmatli do'stlar, tug'ilgan kunida pravali bo'libdi. Tabriklab qo'yamiz hammamiz. Kommentariyda yozib qoldiringlar. Oyshaxon, tabriklaymiz. Xavfsiz haydovchi avtomaktabi o'quvchisi mana imtihonga kirib, amaliy imtihonlarini bittada bitta topshirib chiqibdi. Kimda kim amaliy hamda nazariy imtihonlarni shunaqa bittada topshirmoqchi bo'lsa, Xavfsiz haydovchida o'qish kerak. xavfsiz haydovchida o'qish kerak. Tavsiya qilasizmi? Xavfsiz haydovchi eng zo'r. Tabriklaymiz. Oshna, malades. Natija mana ko'rib qolinglar, hurmatli do'stlar. Malades-ku. Nechtadan nechta? 20 tami? Neujeli bular. Qani bitta ko'raychi. Birinchisi xatoga qaramaymiz. Xavfsiz haydovchi avtomaktab o'quvchisi mana 20 tada 20 ta zato topib chiqibdi. Yengil emas kuchlar ekan bu yoq. Malades. Tabriklaymiz. Bitta zo'rashib berdik-a. Zo'r. Moni qaranglar. Muhammad Rasul aka imtihonga kirib 20 ta 20 topshirib chiqdi. Tabriklaymiz. Aka qiyinchilik bo'lmadimi? Tavsiya qilasizmi? Bilgan o'rgangan savollar. Xavfsiz haydovchi
Eng zo'r. Eng zo'r. Eng zo'r. G'alaba kerakmi? Xavf haydovchi. Alo. Ono men. Ha, anaqa o'tib chiqdim. Oy jonim, maşallah, subhanallah. Avvalo siz duolaringiz bilan keyin o'zim bilim bilan ono, bilasiz-ku. Oy jonim meni. Boringizga shukr ono. Sizga rahmat katta. Oy rahmat. Jonim, Alloh Bo'pti ono. Allohga omonatsiz sizga qolasam. Bo'ladi. Qachon o'tiradi? Ertaga xudo xolasa, endi shashilmang. Mana. Yo'q. Shu paytgacha telefon bo'lmaganiga. Ha, endi kirdim ono. Endi kirdim, endi telefonlashamiz ono. Yana hozir rasmga tushib olaylik. Shu o'tib olding-a? Ha, o'tib oldim ono, o'tib oldim. Hisob. Jonim, yuzlaringni yorib Aytganingiz kelsin, meni bo'pti. baland qilsa olam. Xo'p bo'ladi ono, Allohga omonasiz. Xo'p jonim. Xudoga shukr, bo'pti olam. Sifatli songa qarab bilasizlar. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun 14-iyul sanasi xavfsiz haydovchi o'quvchilarimizni olib kelganmiz. Barchasi muvaffaqiyatli topshirildi. Xavfsiz haydovchi! Tabriklaymiz!